Hamma kutgan M4 Competition. Hamma kutgan M4 Competition'imiz tayyor bo'ldi. 40 ming dollarlik mashina qanday qilib 100 ming, 120 ming dollarlik ko'rinishga kelib qolganini bilmoqchi bo'lsangiz, videoga bitta like bosing-da oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Aldab nima qildi? Baribir vyxlop sotib qo'yadi-ku. Bu M4 emas-ku, bu i4. Mana qarab turing. Usti ko'rinishi oldi-mordasi ayniqsa hamma narsasi M Competition'nikini qo'yganmiz. Misol uchun, oldi kapoti Competition'da xuddi shunaqa dizaynda turadi. Oldi bamperi rostagasim Competition'niki. Oblisovkasiga keladigan bo'lsak, original karbonli oblisovka. Egasi o'zi xohladi, Yevropada rosa trendga chiqqan paytida olingan bu diskani ham original ko'nli 245-40-20 razmerda diskga qo'ydirgan. Juda ham yengil va mustahkam. Karbonli original bakov krishka bo'ladi, M dizayn. Yoshligingizda underground o'ynagansiz, bilaman. Men spoilerni ko'ryapsiz. Mana rosa tanlaganman. O'p qo'yishim mumkin. Mana shu holat chiroylimi yokida qo'yib qo'ygan holatim chiroylimi? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Bu videoni BMW yaxshi ko'radigan do'stingizga jo'natib qo'ying, chunki 100 ming dollarlik ko'rinishi arzimagan 40 ming, 50 ming dollarga sotib olishlari mumkin. Mashina oldi ko'k rang bo'lgan, biz buni polnist mana shu rangga bo'yab berganmiz. Egalar nomerlarini qoldiraman, batafsil ma'lumotni egalaridan olishingiz mumkin. Xullas, kimga shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Backup'da tuningga murojaat qiling. Podpiska bo'lishni unutmang.